O'zbekiston U17 Avstraliyani yengib guruhda peshqadam bo'ldi. Saudiya Arabistonida davom etayotgan o'smirlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida O'zbekiston U17 terma jamoasi yana bir muhim g'alabani qo'lga kiritdi. D guruhining 3-turida O'zbekiston U17 Avstraliyaga qarshi maydonga tushib 2-0 hisobda ishonchli zafar qozondi. Uchrashuvda Sergey Chigadayev shogirdlari tartibli, ishonchli va maqsadli futbol namoyish etdi. O'yin boshidanoq futbolchilar raqibga bosim o'tkazishga, to'pni nazorat qilishga va hujumlarda keskinlik yaratishga harakat qildi. Bu sa'y-harakatlar birinchi bo'limda o'z samarasini berdi. 28-daqiqada Mirkomil Murodov hisobni ochib, O'zbekistonni oldinga olib chiqdi. Bu gol jamoaga katta ruhiy ustunlik berdi. Birinchi bo'lim yakuniga yaqin esa Ahror Ravshanbekov raqib darvozasini ishg'ol qilib, hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirdi. Bu gol Avstraliya uchun jiddiy zarba bo'ldi. O'zbekiston U17 esa tanaffusga katta ishonch bilan yo'l oldi. Ikkinchi bo'limda O'zbekiston U17 terma jamoasi ustunlikni saqlab qolishga va natijani nazorat qilishga urindi. Himoyadagi ishonchli harakatlar, maydon markazidagi intizom va jamoaviy o'yin yakunida muhim g'alabani ta'minladi. Shu tariqa Sergey Chigadayev boshchiligidagi jamoa 6 ochko jamg'arib D guruhida peshqadam sifatida keyingi bosqichga yo'l oldi. Bu natija o'zbek futbolining yosh avlodi katta maqsadlar sari dadil qadam tashlayotganini yana bir bor ko'rsatdi. Eslatib o'tamiz. Avvalroq O'zbekiston U17 terma jamoasi Qatarda o'tadigan kichik mundialga ham yo'llanma qo'lga kiritgan edi. Demak, bu avlod nafaqat Osiyo maydonida, balki jahon sahnasida ham o'zini ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qisqasi, O'zbekiston U17 terma jamoasi Avstraliyaga qarshi bahsda kerakli natijani olib, guruhda birinchi o'rin bilan play-offga chiqdi. Endi oldinda yanada jiddiy sinovlar bor, lekin bu jamoada xarakter ham, ishonch ham, g'alabaga chanqoqlik ham bor.